Alloh bir bandasi tavba qilganda shunaqa xursand bo'ladiki, qanday xursand bo'ladi? Rasululloh aytibdilar, sizlardan bir kishi safarga chiqdi. Tuyasining ustiga hamma ozuqasi, suvi, hamma tadorigini uylab olgan. Sahroda ketayotganda tuyasi qochib ketdi. Quvdi yeta olmadi. Hech narsa yo'q. Sahroda o'rtasida. Endi nimani kutish qoldi xolos? O'lishini. Hali odam o'tirdi, uxlab qoldi. Uyg'onsa tuyasi ustida turibdi. Shart turib ushlaydi tuyani. Buni xursandchiligi qanaqa bo'ladi? Alloh bandasi tavba qilganda shu qadar xursand bo'ladiki, sizlardan biringizning minib turgan tuyasi cho'l yerda qo'lidan chiqib qolsa, taomi va ichimligi tuyasida bo'lsa, u kishi tuyasidan umidini uzib, daraxt soyasida yotganida qarasaki tuyasi oldida turgan bo'lsa, uning tizginidan ushlab qattiq xursand bo'lganidan shunaqa xursand bo'lib